Assalomu alaykum obunachilar. 50 gradus issiqda ham ishlab turibmiz, xudoga shukr. Nexi qabul qilib oldi. Bunda bo'lgan holat, ba'zi bir ustalar katazatorni to'qolishibdi. Yana bitta fakt berdi. Svarchiga bossangiz truba qilib ovoz pasayadi deyishibdi. Kursilar ham egilib ketganini mana. Kalsosi ham yomon etdi. Unini ham qo'yilmagan. Eng qizig'i mana bu tepa qismi. Tepa qismining gagasini bo'shqa vart qilib, bo'g'zidan yo'rilgan. Svarchiga bossangiz truba qilib, bunda to'g'layveradi, chiqazaverishibdi. Bu to'g'lamaydi buni. O'zimizda mana truba qilingan. Bo'ldi gagani butun. Mana tegi qismi qalin turbadan chiroyli qilib qurtgan bo'lsa ana kalsosi borda. Bu bir yang qo'yamiz, yo'qsa mana prikatkasi bor, yang uni qo'yib beramiz. Iloji bo'lsa o'sha haydovchilarga gapirganda motorislar tokkanda mashina deb aytishdi o'zi. Klient motor jo'natib yuborib biz oldimizga. Sog' bo'la, salomat bo'lasizlar. Yana bitta fakt, bu Xitoy katalizatori buni tokkan befoyda pulga olmaydi.